Houston, biz oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha! Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz u. Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsog'oniga sovus qilaman ona. Chapillamay ye, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ye, ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar osh yeb o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, ha? Assalomu alaykum. Aka bobodan dofiz yo'qmi? Sigaret bor. Ya, rais bu haqida bilib qolibdi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bor mollar atayin tozala. Yuring aka, keling. Va akalaringiz skafandrini teshib qo'yishmagan, o'lib qolmasin. Qo'yil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha taylanib keldik. Siz qalaqib kelib qoldingiz. Bir kun qovun paykalda yotuvdim. Ucharlik kopcha shunday uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, ashundan beri oydan. Yelkalarda oldida jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagan dursiz, yuring suv beri. Mana, klavisti yangi chiqqani. Moviy malinali ta'mi. Ha endi oshirib yuborsiz. Oyda to'kilib qilsa, xaladini qanaqib ishlayapti? Bechorani bir marta chaqmoq urdi, ashundan keyin o'zidan to'sh chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan olingchi. Bu moviy malina Amerikada yetishtirib chiqariladi. Ha, Amerikacha tam. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Qani. Oyda ham trenddada u. Mehmon, siz icholmaysiz, skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qilma, immunitet past bolalarga o'xshab. Nafas olaver, bet havosi tashkandagi bilan bir xil. O'g'lim, yoshing 5 ga to'ldi. Endi bu so'skani emib yursang bor, uyat bo'ladi. O'shancha endi bu so'ska bilan xayrlashamiz. Xayr, so'ska. So'ska. Bu rahmatli menga ham mashaqalarni so'skani tashlab olgan ekan. O'g'lim bor, ber bo'lmasin. Voy, so'skani qara, bobo yopishyapti. Ana endi точно so'ska demaydi. Hammasi qilib ko'ribsizlar, foydasi bo'lmabdi. Bo'lsa voqea tashiymiz, katta bo'lganda uyalganidan tashlab yuboradi. Hozir men bitta dori yozib berdim, mana mashina olishinglar kerak. Lekin faqat shuni olinglar, bo'ptimi? Aptekachilar boshqa dorini ko'rsatadi, uni olmanglar, faqat shuni olinglar, chunki do'gorim bor. Voy, shu desangiz o'rgili qizingizni so'rab, o'g'lim bilan birga suvchilikka kelgandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladilar? O'g'lim biznesmen, yaxshi pul topadi. Hamma do'konlarga shunaqa grinki, flint kireshkilarini yengi osh ta'mlisini olib kiradi. Ta'mi ham juda ham mazali. Faqat necha yildan beri kurashib yurgan bitta kamchiligi bor. Voy o'li, narkomanmi? Massa. Bugungi yig'ilishimizdan maqsad mana bu. U tezligi bilan shaharda mashhur. Uni ustomonlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Uni qanday qo'lga olamiz, komissar? Menda rejani originali bor. Komissar, biz belgilangan joydamiz. Miyada manmani adetan zapret qillaring. Aka. Anjanga aka. Hamma Anjangami chiqish. Ha, bo'ldi, Sergelida o'g'lan bosilkani. Subyektimiz bilan komissar. Va bashnani keyin urasan, lordni oldiga keyin kiraysan. Endi o'taman deydimi? Somsog'oniga sovus qilaman. Qo'yma qo'yag'lar. To'xtating, qusvara bo'lib. Javob qo'yag'lar, hali bozorchaga yetganimiz yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, sevgim bamisoli quyoshdir. Voy sochim. Ana quyosh charaqladi. Aka buni juni ko'p. O'shaning sistemasi ko'nyapti. Kelishtiring. Aka juni yo'q, bu o'z sistemasi. Bo'lish 5 million aka.
500 ming aka, roziman. Aka sen gap qilib yuboraman. Kim o'tirish qo'y yag'ila qo'l tayinlab ketdi. Qoch yo'ldan. Nima qilyapsan-la bari? Tabriklaymiz. Ye, medalmi? Bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Apayga bo'lyapti-ro'midi? Men nahorga oshga kech qolmaylik deb bosib kelyapti. Kubotingizga nimadir sport uskunalarini o'rnatganmisiz? Ay yo'q, bu mashinaga shunchaki Aka, qanaqa moy qo'y? har doimgidek Mannol moyida qo'y yog'i. Hammaga mana shu moydan tavsiya ber. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Rangi ham o'zgacha. Hozir quyasan-ku, mashina o'chirib yuboradi. Quying. Mannol moydan quyganman. Ey, doğru o'ldirib ketdi. Alin, rejani boshladinglarmi? Nimcha qilaysan-la, tug'yapsanlarmi? Samarqandga kelib qo'yibmiz, hozir Andijonga olib borib qo'yaman. Ure, talaba bo'ldim, o'qishga kirdim. Mana o'qishga ham kirdim, talaba bo'ldim. Endi seni so'yamiz. Sen o'qishga kirsang menda nima ayb bor? Sen gapirasanmi? Ha, nima gapirmaymi? Gapiraman-da. Mayli, so'ysang so'y, faqat so'nggi tilagim bor, shuni amalga oshirib keyin so'y be. Mayli, men sen uchun roziman. Nima bir qop beda beraymi? Bedeni boshimga uramanmi? Otash qassobni qo'yiga ishqim tushgan, shu bilan to'yimni qilib ber bo'ldi be. Bo'ldi, to'y bo'lsa to'ydi. Armoning qolmasin. To'ylar muborak. To'yhol bo'lsin. Assalomu alaykum, molparast mollar, qo'yparast qo'ylar. Mana bugun kuyovimiz Qo'chqorbek hamda kelinimiz Qo'yxonlarning nikoh oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Oldingizga tortilgan beda, somon va desertga olib qo'yilgan tarvuz qovunlarni mazza qilib, moldek yeb ichishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarning xizmatingizda eshak bilan otning qo'shilgani, ya'ni Mr. Hashir xizmatingizda. Mana endi soat 8 bo'lyapti. Mehmonlarimiz kelyapti. To'y tez tugasin deb kelinimiz shoshib ketyapti. Biz eshaklarni ishlatib urishsa, deb baqiramiz. Ana endi sahnamizga qudalarni chaqiramiz. Ye, quda buva, Qo'chqorlar boramiz. Qo'ylar boramiz, to'ylar boramiz. Keyingi yil xuddi shu sanada qo'sha qo'zichalab ha. Qo'ylarimgacha juda ham ko'p qo'chqorlar oshiq. Bittasiga qo'p dedim xudo. Otash qassob o'zi go'shtlari ham, qo'ylari ham boshqacha. Rahmat. Hayriyat shu ekan. Aytgancha to'yimga qaysar sizlar yetadigan bo'ldik.